Onajonimlar bilan Moskvadagi yana bir kunimizni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Moskvadagi bu VDNX parki juda ham eng katta parklardan bittasi hisoblanadi. Bu qaysi metroda deb so'raydigan bo'lsanglar, aynan metro VDNXni o'zida. Bu parkka kirish mutlaqo bepul, shunchaki kirib, mazza qilib aylanib, rasmlarga tushib, ko'rmagan joylaringizni ko'rib ketish imkoniyatingiz bo'ladi. Biz ham onajonim bilan shu imkoniyatdan foydalandik. Park ichida kattalar va bolalar uchun maxsus attraksionlar ham bor, pullik albatta. Biz birinchi o'rinda kanatga chiqdik. Buni bileti har bir kishi uchun 500 rubldan ekan. Agar borib kanatda yana o'sha joy o'zidan qaytib kelaman desangiz 500 rubldan 1000 rubl bo'lar ekan bir kishi uchun. Biz faqat bir tomonlikni oldik, sababi parkning tepa qismiga borgandan keyin bu tarafga yurib kelishi ma'qul deb topdik. Ko'rib turganingizdek kanatda butun Moskvani tepalikdan kuzatish imkoniyatingiz bo'ladi. Kechasimi, kunduzmi umuman farqi yo'q. 22:00 gacha ishlashadi. Kunduzi ham, kechasi ham bir xildagi atmosfera juda ham chiroyli ko'rinadi. Kanatga chiqib Moskvani tepadan tomosha qilib, park tepa tomoniga borganimizdan keyin past tarafga shunaqa butun parkka aylanib, sekin chiqish tarafga qarab yurib keldik. Shunaqa konsertlar ham bepul qo'yilayotgan ekan. Mazza qilib konsertlarni ham tomosha qildik. Keyingi videolarimda yana ham chiroyli obzorlari bo'ladi. Bilasizlar, bitta videoga umuman sig'dirib bo'lmaydi, lekin albatta tavsiya beraman. Ishdan dam olgan kuninglar, ya'ni выходной kunlar borib, mazza qilib aylanib kelishinglarga arziydi. Agar siz meni hali ham obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, bitta shu videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Moskva hayotidan ajoyib videolar bilan bo'lishib turaman. Metroga kelganimizda turmush o'rtog'im kutib turgan ekanlar, shu bilan hammamiz uyga qaytdik.